Diqqat, fojia. Mamlakatda dahshatli hodisa sodir bo'ldi. Afsuski, O'zbekistonda 2200 kishi vafot etdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, siz ham o'z ta'ziyangizni izhor etmoqchi bo'lsangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, prezident raisligida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash va tirbandlikni kamaytirish bo'yicha videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Mamlakatimizda yo'l transport hodisalari oqibatida zarar yalpi ichki mahsulotlarga nisbatan o'rtacha 0.4% ni tashkil qilayotganligi ko'rsatildi. O'tgan yili 9364 ta yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Ushbu mudhish hodisalarda qariyb 9000 fuqaro jarohat olgan. Eng achinarlisi esa avariyalar tufayli 2203 nafar odam halok bo'lgan. Eng ko'p o'lim holatlari Samarqand, Toshkent va Farg'ona viloyatlarida yuz bergan, deyiladi xabarda.